Assalomu alaykum. Bizlar Umidjon kelib yurganligini 2-3 oydan oshib qoldi. Hozirgi Umiddjondagi o'zgarishlar, inklyuziv markazga kelgandan keyin. İnkluziv markazga azaman 4 oydan oshdi, qatnab yotibdi bolam. O'zgarishlar yaxshi. Xarakterlarida o'zgarish bo'ldi, spokойный bo'ldi. Oldin bir joyda o'tirmas edi, hozir spokойный o'tirish qobiliyati bo'ldi. Shu kunlarni kutadi, belgilangan kunlar qachon boraman, apa, bugun boramizmi? Gün ichida boramiz. Soatlarda ozgina o'rgandi. Endi aniq bo'lmasam, endi soatlarda o'rganib boshladi. O'zini o'zi xizmat etish darajasi o'zgarishini jonli. Nechun desam, oldin unchalik kech turadi edi azonda. Hozir vaqtli turadi. Azonda turib, nima desam, choy damlaydi, tuxum pishiradi. Ishqib, aha. Ishqib, ozgina bo'lsam, aytib harakatda. Yine şu dadasi o'tgandan keyin, doğrusunu aytsam, dadasi o'tgandan keyin umuman xarakteri 100% bo'lmasa 70% o'zgardi bolamning. Nechta dadasining aytayotgan ishlarini hammasini o'zi etib turibdi. Musordan borib o'zi tashab keladi, suvlarni to'ldirib qo'yadi, azonda chaynikda choy qo'yadi. Dadasi naushida aytgan bo'lsa, shu ishni o'zi etib turibdi, mustaqil etadi shu ishlarni hammasini.